videoroligimizda sizlar bilan Robloxda Animal Hospital deb nomlangan o'yinni o'ynaymiz va bu o'yinda biz 2 kishi o'ynaymiz. Ya'ni bu o'yinni qanday o'ynash kerak desanglar, va biz bu shifoxonada har xil hayvonlar keladi. Ya'ni u yerda anomali degan hayvonlar bo'lar ekan. Eshitishim bo'yicha o'shalar kirgizib olib o'ldirishimiz kerak ekan. Ular o'zini odam qilib tutib oxirida bizani o'ldirib ketishi mumkin ekan. Shunday qilib se bo'ladi. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Bu yerda bugun bu robuxlik va bu yerdan ketyapmiz. Bularni bemor deb aytsak, bular davolanishga keladi. Qaysidir joyini davolatishga keladi. Ya'ni bu yerga aytayapti. Bu yerga kelyapman bir nima deyapti hozir. Hozir bilib olamiz. Birinchi marta o'ynashim. Keyin ketdim. Bu yerda yozib olib, buni rasmga olib, rasmini registratsiyadan o'tkazib, printerdan chiqarib beramiz va nimadir qilib ketadi. Palataga ketadi. Mana gapiryapti. Men birinchi xonaga boraman deyapti ekan. Birinchi xonaga qaraylar, birinchi xonaga yetib qo'yamiz. Hozir bu biz 2 kishimiz, shu uchun qiynalishimiz ham mumkin. Chunki bu o'yin o'zi 4 kishigacha o'ynash mumkin. 2 kishi oxirrog'iga borib eshitishim bo'yicha qiyinlashar ekan, lekin 2 kishi bo'lib ko'ramiz yutishga. Mana birinchi xonaga kirdi bemorimiz va bu takidini sample nima ekan bosdik, ouch dedi. Keyin bu yerdan analiz qilishimiz kerak ekan. Bu yerda rasmlar, your health birvalo. Keyin ketdi. Bu to'lgandan keyin buni protsess qilib kompyuterdan nimadir qilamiz. Keyin yetdi. Ana nimadir olib kel deyapti, yashil narsa. Mana shu narsadan healthmi nima? Shundan olib kelib bu bilan davolashimiz kerak ekan. Bu yerda erbruz va eshik yopilib ketdi do'stlar. Ketdi. Bu bilan apply qilamiz. Keyin ketdi inspect. Bu o'zi endi to'laversa kerak. Mana yashil to'lguncha biza bu o'zi chiqib ketaveradi. Biz mijozga qarashimiz kerak. Kutaylikchi. Hozir oson bo'ladi, keyinchalik qiyinlashib boraveradi. Bo'ldi bu. Mijozimiz ketkazdik. Yaxshi, ana oldim deyapti. Ketaman deyapti. Ketdi. Hech kim kelmayapti do'stlar. Bizning shifoxonamizga bu tomoshabinmi kim bu ochratda o'tirsa ham kelmayapti baribir. Jo'natdik. Hozir R1 o'zim bitta bemorga qarayapti. U qarayapti. Hozir u ham bo'lsa, menimcha kelsa kerak. Bu joylar yopiq, keyinchalik ochilsa kerak. Chunki nimadir bu yerlarda ham joylar bo'lsa, kofe olib bo'lmayotgan. Bu ham robuxlik ekan, 8 robux. Agar do'stlar Roblox pluslaringiz bo'lsa, bepulga beradi. Ketdik, hech kim yo'q. Zerikib qoldik. R1 o'z bo'lgan bo'lsa, biz keyingi klientga o'zimiz qaraymiz. Va bu ham bo'lyapti ekan. Doktor kelyapti deyapti. Bolalar, kim desanglar, bu doktor bizning boshlig'imiz bo'ladi. Agar xato qilib 3 ta tirik odamni o'ldirib qo'ysak, bu 3 dan bizani haydaydi. Biza anomali degan narsalar keladi. O'sha anomalili hayvonchalar o'shalarni topib o'ldirishimiz kerak. Agar oddiy odamni o'ldirib qo'ysak 3 marta mumkin bo'ladi. Bo'lmasa bizani ishdan haydaveradi. Ya'ni o'ynamadik degani. Bitta biza kofe bermaykan 167 sekund bu baribir robuxlik. Doktor aytayaptiki, xullas nimadir keladi deyapti. Biza bugun mana 2 ta davolamiz va 0 ta o'liklar yaxshi deyapti, yaxshi natija deyapti. Keyingi kun shift 1 mana tepada ko'rganlaringizda shift 1. Bu yerda har xil narsalar turibdi. Mana shifoxonaga biz ham medkit olib qo'yamiz. Chunki medkit juda kerak bo'ladi. Masalan, video davomida ko'rasizlar. Mana odam u anomali ko'rdingizlarmi? Kalasi qimirladi. Buni otib o'ldirish kerak menimcha, chunki bu anomaliligi aniq. Chunki hozir ko'raylikchi, buni ana rasmlarini chiqartirib bera oldik. Hozir nechinchi xonaga borayman desa ekan. Ketdik. Beramiz, gapirdi. Men rom 3 ta 3-xonada bo'lar ekan. 3-xona
Ana 3-xonada bolalar mana. Bu tagda nima edi u? Vallahi ko'rdingizlarmi? Menimcha bironta o'ldirib qo'ysa kerak menimcha, yana bilmadim. Bizada medkit bor, har ehtimolga qarshi yana bilmadim. Bu o'ldirib qo'ysa bu medkit ham kerak bo'lmasligi mumkin. Nima? Kirsin qani. Va men hozir bu yoqqa o'tib ko'rsam nima bo'lar ekan ko'raylik. Davolaymiz. Shunaqa narsalar kuzatilib turadi. Bu yotib turib anomaliyaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab qarash kerak bunga. Va bu bandej bilan qizil nima desay bu termo degan narsa ekan. Bandej bilan termo degan narsani anaqa qilsak bo'ldi, tamom. Ketdi mana. Do'stlar, bu bemorimiz deyarli bo'ldi. Endi keyingi bemorimizga qaraymiz. Mana keyingi bemorimizga bir o'sib qarab qo'yibdi. Bo'ldi, buni o'zi qarasa kerak. Endi men yana qaraychi. Mana bemor kelsa men qarayman. Qani bu yerda Erbrus bemoriga qarayapti, xalaqit berayotmaymiz va bu bemor bo'ldi, ketyapti mana. Endi men yana bitta bemor qabul qilib olaman. Menda hozir qaranglar, Inten degan joy tepasida mana yerda anomaliya bor ekan. Tepada ko'zlarga qarasa, yetishim bo'yicha Erbrusdan bu ko'zlar jonni kamaytirib o'ldirishi mumkin ekan. Personajni keyin qaytib davolab bo'lmaykan. Hozir bizda mana aytayotganimda internet tepasida $60 bor ekan. Bunga hech nima sotib olib bo'lmaydi. Keyinchalik mana yana bitta anomaliya do'stlar. Aniq anomaliya, chunki qaranglar, kallasini qimirlatib turibdi. Hozir buni ham nimadir qilishimiz kerak. Chunki hozir nima qilishni ham bilmaymiz. Hozir mana bunga spravka nimadir chiqarib berardik. Qani rahmat, men rum 5-xonada bo'laman deyapti. Qani 5-xonaga ketaylikchi. Hozir hech kim kelmayapti. Qani 5-xonaga bu mijozimiz ketyapti. Endi rum 5ga ketayotgan anomaliya, katta ehtimol anomaliya. Chunki hozir ko'ramiz 5-xonada. To'g'riday xona bu qiyin bo'lishi kerak, chunki bekorga 5 emas. Hozirda eng kattasi. Hozir tepalarda hech nima yo'q ekan bular. Ketdik. Endi ochamiz eshikni. Buni davolaylikchi, nimadir qilib ketmas. Ketdi, davolaymiz. Ovch deyapti. Qarab o'tiray, Erbrusga nimadir bo'lsa yordam beraman. Hozir do'stlar, qiziq o'yin o'ynab ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Yaxshi o'yin, qiyinlashib ketaveradi. Kunlar o'tgan, mana bizlar shiftlikka bu menimcha 2-kun degani doktorda, ya'ni doktorda demoqchi edim. Doktorda vazifalarni yaxshi bajarsanglar, u sizlarga yaxshiroq narsalar beradi. Hozir ketdik, bu yerda kameralar bor. Bu do'kon bo'lsa kerak. Do'konni ko'rdim, chunki hozir yopiq ekan. Chunki bizda 2-kun. Hozir biz Erbrus qarab bo'libdi. Hozir yana mijoz kelsa men qarasdim. Ketdi, hozir hech kim kelmayapti. 41 sekunddan keyin rum 5dagi 41:38 hozir o'lar ekan. Uni davolashimiz kerak ekan. Nima bo'lyapti ekan? Qani? Bu nima qilyapti? Ko'ryapsizlarmi, tepaga chiqib qolgan? Nima qilish kerak? Shamlarni bola yo'qotishimiz kerak ekan. Nimaga bu, nima desam, bu ham anomaliya dedim bekorga. Bir nimani qo'zg'ayapti dedim. 15-14 bo'ldi, saqlab qoldik. Oson, boshlanishi oson, lekin anomaliyalar ko'rib turganlaringiz juda ko'p kelyapti. Hozir bu bo'ldi. Endi keyingi mijozimiz kutamiz. Doktor kelyapti. Doktor nima aytar ekan? Doktorimiz o'zimizda kelyapti mana. Nima bergan? Qiyinlashishi mumkin, shuni aytishga kelgan bo'lsa mumkin. Va mana aytayapti, dir Harlov degan ekan. Men yangi xonalarni nimadir ochaman deyapti. Supli shop, narsalar shopi bo'ladi deyapti. U yerda limited narsalar bo'lyapti dedi. Mana ochilyapti. Bu yerda narsalar sotilar ekan. Mana dollarimizga olsak bo'lar ekan. Bizda $60 bor ekan va bugungi natijalarimiz 3 kishini davolamiz, good deyapti. Hozircha chiqmadi. Yomon, juda anavlar. Hozircha bizda $138 bo'libdi. Bitta
shokoladga pulimiz yetgan, kola olsa bo'larkan $75. Mayli shokolad oldik, shokolad yeysak, shokolad qaranglar. Jonimiz miyachani ham to'ldir ekan, uncha ko'rinmaydi, lekin juda to'ldirib tashadi. Ketdi, Rerolga bossa bolalar, bu ham Robux'iga. Ketdik, mijoz ketdi bitta. Manda narsa bor deyapti. Keyin qani bunga yozib beramiz. Yozib beraveramiz. Buni yerda ko'rganlaringizdek bitta anomaliya turibdi. Nima boshini uryapti. Derazamizga yozib bunga gapirish kerak, bilmayman nima qilishdi. Bu ikkinchi xona patent 58 nima deyapti bu? Yo'q, mana yonib ketyapti, buni o'chirish kerak. O'chirish kerak. Nima bilan o'chiradi? Ha, bo'ldi, o'chirildi. O'chirdik. Men olov yonyapti, menga yordam kerak deyapti. Yonib ketaman. Mana bu hol o'tiribdi anomali. Boshini derazaga urib. Qachon yetar ekan bu? Bo'ldi, bunga gapirdi. Ko'zi nima? Ko'zi yo'qmi ko'zi? Tushunmadim. Hali ketdik. Bu yerda bitta Airbus mijoziga qarayapti va menga ham bitta mijoz kelsa, men ham qarasdim. Mana kelibdi. Qani gaplashamiz. Bu nima qilish kerak ekan buni? Trade bonus bo'lmas menimcha, mayli. Anaqa kerak deyapti. Men xato narsani olib keldim menimcha. Room 7 ga boraman deyapti. G'alati gapiryapti bo'ldi. Kirgandan beri g'alati bo'lyapti. Odamlar ketdi va nihoyat. Bu kim ekan bu? Chamadonlari bilan kelyapti. Mayli, kutamiz. Ikkinchi keyin 5-dagimi 7-dedi. U yerda yangi joylar ochilibdi. Ko'rmay qolibman bolalar. Ketdik, 7-ga boramiz. Bu yerda hech qanaqa mijozimiz yo'q. 7-siga bitta mijozimiz ketdi. Shunga qarashimiz kerak. 7 birinchi marta kirishim. Yangi joylar, yangi narsalar. Buni nima qilishimiz kerak? Unaqa narsa kerak ekan. Men xatosini olib qo'yimman, oq narsa. Surtekan men shunaqasi, men qizildan olib qo'yimman. Super kelaymi nima bu? Qilamiz, ketdik. Ana, bo'ldi, ko'zi ochildi, do'stlar. Ko'zini ochganmiz. Bo'ldi, ketdi. Endi nima qilamiz desanglar? Bu nima ekan? Buni bosamiz. Ulay degan ekan. Keyin nima qilayotganmiz? Buni bosishimiz kerak. Keyin buni bosib qo'ysak, ana yuragini 100% qilishimiz kerak ekan. Bo'ldi. Nima ketyapti bu? Bola tushundim. Dumaloqda ichidagi qo'lchalarni bosishimiz kerak ekan. Agar ana o'lik kallalarni bossak, jon kamayib ketib o'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun mana shuni bosamiz. Ularni bosishimiz kerak emas ekan, qizil kallalarni. Mana yuragini skaner qilib oldik. Endi bo'ldi menimcha. Nima olib kelish kerak ekan? Qani ko'ramiz. Bo'ldi, nimadir oldik. Endi nima qilishimiz kerak ekan? Yopib qo'ydim. Yashil narsa o'shani olib kelish kerak ekan. Ketdik. Olamiz. Mana oldik. Buni etamiz va bu bilan davolaymiz va shu bilan bo'ldi. Bu ham oson bo'ldi. Hozircha hamma ishimiz oson ketyapti. Bitta narsa esimdan chiqibdi. Bu yerda aytgancha biz 3-kunga kelib qolamiz. Yaxshi degani, chunki bu juda oldinlashib qoldik. Bu yerda mana bitta mijoz keldi. Rasm olamiz, registratsiya va printerdan chiqarib tayyor bo'lguncha beramiz bunga. Bu men 3-xonaga boraman deyapti. 3-xonaga boradi va bu mijozga qarashimiz kerak. Qaraymiz. Mana anomaliya. Buni qaranglar, tishini qaranglar buni. Chiste anomaliya desa bo'ladi. I'm Leo Brown. Kimdan edi? Hammasi kelganda bitta gap gapiryapti. I have an appointment. Bir nima deyapti. Xullas, bunga qarashimiz kerak ekan. Bunga Airbus qarab bo'pti. Bu bo'ldi bu. Bunda hech qanaqa anomaliya degan narsa. Bu turib yig'lagan nima bu? Anomaliyami? Nima desanglar buni? Desak.
bir nima qo'zg'ab ketsa kerak, menimcha yotmabdi. Ketdi. Joyda turogani bu hech nima qilmaydi. Ketdik. Yana bitta mijozimiz bo'ldi menimcha. Bu mijozimga o'zim qaragandim. Bu yerda aytgancha 6 dan 8 gacha bo'lgan anolar ham ochilibdi. Nima desay, xonalar. Bu room 8 bolalar birinchi marta to'g'risi aytishim. Room 8 ga birinchi marta kirishim. Umuman kirmaganman to'g'risi. Ana endi kirib ko'ramiz endi. Qani room 8 da nimalar borgan qarab ketay. Chetdan bo'lsa ham qarab ketadi. Vallahi bizga nima degan gap bu? Ha? Kiraylikchi. Kiryapti mana. Nimadir sodir bo'lmasin, shu uchun kirmay turay. Kirgandan keyin kiramiz. Eshik yopib qo'ydi eshikni. Mana buni nima deganini bildim. Hozir 45 sekund, ya'ni buni 45 sekund ichida operatsiya qilishimiz kerak ekan. Ya'ni bu 8-xonada 45 sekund operatsiya o'ldirib qo'ydim. Nima bo'ldi endi? Bola bu yaxshi emasmi navorot? Chunki bu anomali, bu bunaqalarni o'ldirish kerak deyilgan. Yaxshi qildim menimcha. Bo'ldi, bitta o'z ishimizni bajardik. Bitta anomali bo'lgan hayvonni o'ldirdik. Endi keyingisi. Bu nima bo'lgan? Tanasi qarang, dumaloqchalar chiqib ketgan. Ko'ramiz, buni ham ko'rib olamiz. Rasmda boshqacha ekan. Qaranglar, og'zini ochib kulib o'tiribdi. Hozir ana kayfiyati ham yo'q. Buni ko'ramiz. Bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Bu ham room 8 boraman deyapti. Buni ham operatsiya qilish kerak. Shu qiyinlashib boryapti, sezgan bo'lsanglar. Room 8 boraman. Tez ko'rgan bo'lsanglar, yana bitta narsa, tez odam kelyapti. Hozir 2 kishi bo'lib bunga ulguramiz. Bu ham o'xshayapti menimcha. Bunda ham anomali bormancha. Yana bilmadim, ko'zini qaranglar, ko'z boshqacha ekan. Registratsiya, printer o'sha hardan o'rganib qo'ygan ishimiz bilan bunga beramiz va jo'natamiz. Qaysi ananga borar ekan? Bu ham 8. Nima? 2 kishi 8 da. Nima degan bu? Nima? 4 3 adashimmi? 8. Medkit olamiz. 8 ga ketdi u. Bu nima ekan? Tushunmadim. Bu yashil narsa tushunmadim. Bu nima bu? Bu qo'rqib ketaman bironta qo'rqinchli narsada. Bu slime ekan, tozalash kerak. 8 xona 2 kishi ketdi menimcha. Nima bu? Buni operatsiya qilamiz. Bu nima bu? O'ldiradi hozir, qochish kerak. Qanday o'ldiradi buni? Do'stlar, bir o'sib qolib ketdi. Do'stlar, eshikni ochish kerak. O'ldirmoqchimi? Nima qilmoqchi? Qanday o'ldirishadi buni? Hech nima yo'q bizda. Urishyapti. Bir o'zi urishyapti. O'lib qoldi. Bekor urishdi. Bu o'zi kelib qoldi, bir kishi o'ldirib o'zi kelib qolgan. Mayli, ketaversin. Mayli, bir o'z bo'lib qoldi. Endi bir o'zim o'ynamasam ham kerak. Davolab ham bo'lmaygan. 49 roboksak. Ketdik 45. Buni davolashimiz kerak. Ketdi 45 sekund ichida. Ulgur ekanmanmi? Bu yerda mana ko'k. Mana bunaqa narsadan aytibdi. Airdrops degan. Buni qo'yamiz. Va bo'ldi. Keyin medkit. Menda bor edi, menda bor. Va bandage. U do'stlar, bu yerlarda ham bor ekan, o'zi operatsiyada chetlarda turar ekan. Narsa shulardan olaversam ham bo'lar ekan. Men dalaga chiqib olib o'tibman. Bu yerda qaychi kerak, yana nima kerak? Bu organmi? Organ emasmi menimcha? Organ emas ekan, transplant ekan. Do'stlar, adashib qo'ydik. Endi bu degani, uchta jonim doktor 3 ta, bitta ketdi, chunki 2 ta ketsa yana doktor bizni ishdan haydaydi. Shu uchun shuni bilmay qoldim. Adashib ketdim-da. Doktorimiz kelyapti va bizga nima degan qani? Chunki 3-kun juda qiyinlashib bordi. 7-kunlarga borib nimalar bo'ladi bilmadim. Men
ayrim patent o'sha narsadan ko'rdim deyapti. Rasm videolardan, kameralardan ko'rdim deyapti. Do'stlar, videoni shu joyda tugataman, chunki bu o'zim hech nima qila olmayman. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.